Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda og'ir, lekin har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Qarz sababli qariyalarni, pensionerlarni, nogironligi bor insonlarni yoki yolg'iz yashayotgan keksalarni uydan chiqarib yuborish holatlari. Bu video shunchaki kimdir qarz oldi, kimdir undirayapti degan oddiy masala emas. Bu yerda uy-joy ro'yxatdan o'tganlik, garov sud qarori, ijro ishi, meros kafil bo'lish, mikroqarz, bank krediti va eng muhimi insonning qonuniy huquqlari haqida gap ketadi. Men bugun sizga kimni haqiqatan ham uydan chiqarishlari mumkin, kimni chiqarishlari mumkin emas. Qaysi holatda darhol advokatga yoki sudga murojaat qilish kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ish kerakligini sodda tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot sizga, ota-onangizga, buvingizga, bobongizga yoki qo'shningizga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta tushunmasdan berilgan kafillik yoki bitta sud xatini e'tiborsiz qoldirish butun oilani uy-joy muammosiga olib kelishi mumkin. Avvallari ko'pchilikda shunday tasavvur bor edi. Uy mening nomimda bo'lsa, hech kim tega olmaydi. Pensionerni uydan haydashmaydi. Qarz bo'lsa ham odamni ko'chada qoldirishmaydi. Lekin amaliyotda vaziyat ancha murakkab. Qonun odamning uy-joy huquqini himoya qiladi, lekin qarzdorning majburiyatlarini ham e'tiborsiz qoldirmaydi. Ayniqsa uy garovga qo'yilgan bo'lsa, sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro hujjati mavjud bo'lsa yoki uy qarz evaziga undiruvga qaratilgan bo'lsa, masala jiddiylashadi. Oldin ko'p nizolar mahalla, qarindoshlar, tanish bilish orqali hal bo'lardi. Masalan, bir kishi qarzini vaqtida to'lay olmasa, qarz bergan odam kutardi, oilasiga yordam berardi, kelishuv qilinardi. Hozir esa bank krediti, mikroqarz, onlayn qarz, lombard, garov shartnomasi, kafil bo'lish, notarial bitimlar ko'paydi. Qarz rasmiylashtirilgan bo'lsa, qarz beruvchi sudga murojaat qiladi. Sud qarori chiqadi, keyin majburiy ijro byurosi yoki ijro organlari ishga kirishadi. Shu jarayonda odamlar ko'pincha o'z huquqlarini bilmagani uchun zarar ko'radi. Eng xavfli o'zgarish shuki, ayrim oilalarda keksalar farzandlariga ishonib, uyini garovga qo'yishga rozi bo'ladi. Ona, faqat imzo qo'yib bering, biznes ochaman. Dada, kreditni men to'layman. Bu nomingizdagi uy garov bo'lsa ham hech narsa bo'lmaydi deyshadi. Keyin kredit to'lanmaydi, foizlar oshadi, jarimalar qo'shiladi, bank yoki qarz beruvchi undiruvni garovdagi uyga qaratadi. Natijada qariya o'zi qarzdan foyda ko'rmagan bo'lsa ham, o'z uyidan ayrilish xavfi bilan yuzma-yuz keladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, qarz borligi avtomatik ravishda odamni uydan chiqarish mumkin degani emas. Qarz undiruv jarayoni tartib bilan bo'ladi. Avval talabnoma, keyin sud qarori, keyin ijro ishi. Agar sizga kimdir kelib, ertaga uyingizni bo'shatasiz, qarzingiz bor desa, avval hujjat so'raysiz. Qaysi sud qarori, qaysi ijro varaqasi, qaysi shartnoma, qarz miqdori qancha, foiz va jarima qanday hisoblangan, uy garovdami yoki yo'qmi? Misol keltiraman. 7 yoshli otaxonning nomida 2 xonali kvartira bor. O'g'li 8 million so'm kredit olgan. Otasi kafil bo'lgan. O'g'il kreditni to'lamagan. Bank otaxondan kafil sifatida qarzni talab qilishi mumkin. Lekin bu degani darhol otaxonning kvartirasi sotiladi degani emas. Avval qaror chiqarilishi, qarzdorlik aniq hisoblanishi, otaxonning daromadi, pensiyasi, boshqa mol-mulki ko'rilishi mumkin. Agar kvartira garovga qo'yilmagan bo'lsa, uy joyini undiruvga qaratish masalasi ancha ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Lekin agar otaxon aynan o'sha kvartirani garovga qo'ygan bo'lsa, xavf bir necha barobar oshadi. Ikkinchi misol, oldin 8 yoshli ayol nabirasiga ishonib, uyini garovga qo'ygan. Nabira 200 million so'm kredit olib, mashina olib sotmoqchi bo'lgan. Biznes yurishmagan, kredit to'lanmagan. Bu yerda bank shunchaki qarzdordan emas, garov predmetidan ham undiruv talab qilishi mumkin. Agar sud garovdagi uyni sotish bo'yicha qaror chiqarsa, keksaning men pulni o'zim ishlatmaganman degan gapi achinarli bo'lsa-da, har doim ham uyni saqlab qolishga yetmasligi mumkin. Chunki garov shartnomasiga imzo qo'yilgan. Shuning uchun men doimo aytaman. Qariya ota-onangizga faqat imzo degan gapni aytish eng xavfli gaplardan biridir. Har bir imzo mulkiy oqibat keltiradi. 3-misol. Bir pensioner ayol 25 million so'm mikroqarz olgan, to'lay olmagan. Qarz foiz va penya bilan 32 millionga chiqqan. Unda uy bor, lekin uy garovda emas. Bu holatda qarz beruvchi sud orqali pul undirishga harakat qiladi. Pensionerning pensiyasidan qonunda belgilangan miqdorda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Boshqa mol-mulk bo'lsa, o'sha mol-mulkka qaralishi mumkin. Lekin qarz miqdori 62 million bo'lgani uchun
Darhol yagona yashash uyini olib qo'yish masalasi oson emas. Bu yerda qarzdor sudda ishtirok etishi, qarz hisob kitobini tekshirtirishi, foiz va jarimalar asosiyligini ko'rishi, to'lov jadvali so'rashi juda muhim. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda uyini garovga qo'yganlar. Ikkinchi, farzandi yoki qarindoshi uchun kafil bo'lganlar. Uchinchi, notarius orqali qarz shartnomasi tuzganlar. To'rtinchi, suddan kelgan xatlarni ochmay yurganlar. Beshinchi, uy hujjatlari o'z nomida bo'lsa ham uyni boshqa birovning qarzi uchun ta'minot sifatida qo'yganlar. Oltinchi, meros bo'yicha uyni rasmiylashtirmagan, lekin qarzlar chiqib qolgan oilalar. Kimlar biroz xotirjamroq bo'lishi mumkin? Agar siz hech qanday kredit olmagan bo'lsangiz, kafil bo'lmagan bo'lsangiz, uyingizni garovga qo'ymagan bo'lsangiz, sud qarori bo'lmasa, kimdir sizni og'zaki qo'rqitayotgan bo'lsa, bunday odamlarning gapiga ishonmang. Masalan, o'g'lingiz qarz oldi. Shuning uchun sizning uyingizni olamiz deyishsa, darhol hujjat so'rang. O'g'ilning qarzi avtomatik ravishda ota-onaning qarzi emas. Ota-ona faqat shartnomada qarzdor. Kafil yoki garov beruvchi sifatida qatnashgan bo'lsa, javobgarlik masalasi kelib chiqadi. Yana bir muhim jihat, uyda ro'yxatda turgan odam bilan uy egasi bir xil tushuncha emas. Ba'zi keksalar men bu uyda propiskadaman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Yo'q, ro'yxatdan o'tganlik yashash huquqiga ta'sir qilishi mumkin, lekin mulk huquqini bermaydi. Agar uy farzand nomida bo'lsa va farzand uyni garovga qo'ygan bo'lsa, uyda ota-ona yashashi masalani murakkablashtiradi, lekin garov xavfini yo'q qilmaydi. Shu sababli kimning nomida qanday mulk borligini aniq bilish kerak. Eng katta tuzoq sudga bormasam hech narsa bo'lmaydi degan fikr. Aksincha, sudga bormasangiz ish sizsiz ko'rilishi mumkin. Siz qarz miqdoriga e'tiroz bildirmaysiz. Foizlar noto'g'ri hisoblanganini aytmaysiz. Shartnoma shartlari adolatsizligini ko'rsatmaysiz. Muddat o'tganini bildirmaysiz. Keyin qaror chiqadi. Siz esa men bilmagan edim deysiz. Shuning uchun suddan xat kelsa, uni yashirmang, yirtmang, tashlab yubormang. Darhol o'qing, sanasini yozib qo'ying, mutaxassisga ko'rsating. Ikkinchi tuzoq, notariusda imzo qo'ysam. Bu faqat rasmiyatchilik degan fikr. Notarial shartnoma juda jiddiy hujjat. Ayrim hollarda notarial ijro yozuvi orqali qarzni sudsiz undirishga urinishlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun notarius huzurida imzo qo'yishdan oldin shartnomani oxirigacha o'qish kerak. Agar o'qishga qiynalsangiz, ko'zoynak taqing, farzandingizdan emas, mustaqil huquqshunosdan so'rang. Nega farzandingizdan emas? Chunki aynan farzandingiz manfaatdor bo'lishi mumkin. Bu gap yoqimsiz, lekin amaliyotda ko'p uchraydi. Uchinchi nozik jihat kafil bo'lish. Ko'pchilik kafilni shunchaki ishonch bildiruvchi odam deb tushunadi. Aslida kafil qarz to'lanmasa, qarzni to'lash majburiyatini o'z zimmasiga olgan shaxs bo'lishi mumkin. Masalan, nabira kredit oladi, buyisi kafil bo'ladi. Nabira chetga ketib qoladi. Bank buyidan qarzni talab qiladi. Bu men pul olmaganman deydi. Lekin kafil sifatida imzo qo'ygan bo'lsa, javobgarlik kelib chiqadi. Shuning uchun keksalar uchun eng xavfli hujjatlardan biri kafillik shartnomasi. To'rtinchi nozik jihat uy ulushli bo'lsa. Masalan, kvartiraning eng ig'ir qismi onada, eng ig'ir qismi o'g'ilda. O'g'il qarzga botgan. Qarzdor o'g'ilning ulushiga undiruv qaratilishi mumkinmi? Ayrim holatlarda mumkin. Bu uyni to'liq olib qo'yish degani emas, lekin ulush masalasi katta nizo keltirib chiqaradi. Ulushni sotish, boshqa mulkdorlarning huquqi, yashash tartibi, baholash kabi masalalar paydo bo'ladi. Shuning uchun oilaviy uylarni ulushlarga bo'lib rasmiylashtirishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Beshinchi nozik jihat meros. Ota vafot etdi, uy meros bo'lib qoldi. Lekin shu bilan birga otaning qarzlari ham bor. Merosxo'rlar merosni qabul qilsa, ayrim qarz majburiyatlari meros qiymati doirasida kelishi mumkin. Masalan, uy 500 million so'm, qarz 70 million so'm. Merosni qabul qilganlar qarz masalasini ham hal qilishi kerak bo'ladi. Lekin bu yerda ham har bir qarz tekshiriladi. Hujjati bormi? Muddati o'tmaganmi? Foizlar qonuniymi? Kim talab qilyapti? 6-chi nozik jihat qarz undiruvchilarning qo'rqitishi. Ba'zan kollektor yoki xususiy shaxslar telefon qilib, "Bugun kelamiz, uyingizni olib qo'yamiz, mahallaga aytamiz, pensiyangizni to'liq yechib olamiz" deb qo'rqitadi. Biling, hech kim sud qarorisiz va tegishli ijro hujjatisiz uyingizni bo'shatirishga haqli emas. Hech kim sizni haqorat qilishga, sharmanda qilishga, qo'rqitishga haqli emas. Agar tahdid bo'lsa, ovoz yozib oling, skrinshot qiling. Ichki ishlar organlariga, prokuraturaga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qiling. 7-masala, yagona uy masalasi. Ko'pchilik yagona uyga tegishmaydi deb o'ylaydi.
Bu umumiy tushuncha sifatida qisman to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin har doim ham emas. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, yagona uy degan dalil avtomatik himoya bo'lmasligi mumkin. Agar uy juda katta qiymatga ega bo'lsa, qarz katta bo'lsa, sud alohida holatlarni ko'rib chiqadi. Shu sababli yagona uyga ishonib, garov shartnomasiga imzo qo'yish juda xavfli. Endi eng muhim qismiga kelamiz. Agar siz yoki ota-onangiz qarz sababli uy-joy xavfiga duch kelgan bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchi qadam barcha hujjatlarni to'plang. Kredit shartnomasi, qarz shartnomasi, garov shartnomasi, kafillik shartnomasi, notarial hujjatlar, suddan kelgan xatlar, ijro hujjatlari, qarzdorlik hisob-kitobi, to'lov kvitansiyalari, bankdan kelgan SMS yoki bildirishnomalar, uy kadastr hujjatlari, mulk huquqi guvohnomasi, ro'yxatda turgan shaxslar haqida ma'lumot. Hujjatlar bo'lmasa bankdan yoki qarz beruvchidan yozma ravishda nusxa so'rang. Ikkinchi qadam, qarz miqdorini tekshirtiring. Ko'p odamlar faqat umumiy summani eshitadi. Qarzingiz 20 million bo'ldi, lekin uning ichida asosiy qarz qancha, foiz qancha, penya qancha, jarima qancha, sud xarajati qancha, masalan. Odam 1 million olgan, 20 million to'lagan, lekin undan 90 million talab qilishyapti. Bu holda hisob-kitobni ko'rmasdan rozi bo'lmang, yozma e'tiroz bering. Men qarzdorlik hisob-kitobini taqdim etishingizni so'rayman. To'langan summalarni inobatga olishni talab qilaman deb yozing. Uchinchi qadam, sud jarayonini o'tkazib yubormang. Agar da'vo arizasi kelgan bo'lsa, sudga yozma e'tiroz tayyorlang. Unda shartnoma bo'yicha e'tirozlaringizni, qarz miqdoriga noroziligingizni, oilaviy holatingizni, pensioner ekaningizni, uyda nogiron yoki voyaga yetmaganlar yashashini, to'lov jadvali berishni so'rashingizni ko'rsating. Agar imzo aldov bilan qo'yilgan bo'lsa, bosim bo'lgan bo'lsa, shartnomani tushunmagan bo'lsangiz, buni ham yozing va dalil keltiring. To'rtinchi qadam, ijro ishi ochilgan bo'lsa, ijrochiga befarq bo'lmang. Majburiy ijro organiga boring. Ish materiallari bilan tanishish uchun ariza yozing. Qaror nusxalarini oling. Agar baholash noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz bildiring. Agar mol-mulk xatlanayotgan bo'lsa, qaysi mulk kimga tegishli ekanini hujjat bilan ko'rsating. Masalan, uyda kelinning maishiy texnikasi, nabiraning kompyuteri boshqa shaxsning mulki bo'lsa, buni hujjat bilan isbotlash kerak. 5-qadam, kelishuv imkoniyatini ko'ring, lekin shoshilinch imzo qo'ymang. Ba'zan bank yoki qarz beruvchi restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, bo'lib to'lash, penyaning bir qismini kechirishga rozi bo'lishi mumkin. Buning uchun og'zaki emas, yozma ariza bering. Pensiya olaman, oyiga falon so'mdan to'lash imkonim bor. Qarzdorlikni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Lekin yangi shartnoma eski qarzdan ham og'ir bo'lib qolmasin. Foiz, muddat, garov, kafil bandlarni albatta o'qing. 6-qadam, qariyalarni yolg'iz qoldirmang. Agar oilangizda keksa ota-ona bo'lsa, ularning nomidagi uy hujjatlarini tartibga keltiring. Ular nomidan kimdir kredit olayotgan, olmayotganini tekshiring. Notariusga chaqirishsa birga boring, lekin birga borish degani bosim qilish emas. Keksaga hammasini tushuntiring. Ona bu shartnomaga imzo qo'ysangiz, uy garovga qo'yiladi, kredit to'lanmasa uy sotilishi mumkin deb aniq ayting. Hech narsa bo'lmaydi degan gapni ishlatmang. Chunki aynan shu gap ko'p fojialarning boshida turadi. 7-qadam, agar aldov bo'lgan bo'lsa, darhol shikoyat qiling. Masalan, keksaning savodsizligidan, kasalligidan, ko'rish yoki eshitish qobiliyati pastligidan foydalanib imzo oldirishgan bo'lsa, u aslida nima hujjatga imzo qo'yganini bilmagan bo'lsa, bosim yoki tahdid bo'lgan bo'lsa, bu jiddiy masala. Bunday holatda advokatga, sudga, prokuraturaga, ichki ishlar organlariga murojaat qilish mumkin. Tibbiy hujjatlar, guvohlar, audio yozuvlar, xabarlar, notariusdagi holat bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. 8-qadam, mahalla va ijtimoiy himoya organlarini ham jalb qiling. Ayniqsa uyda yolg'iz pensioner, nogironligi bor shaxs, voyaga yetmagan bola yashasa, ijtimoiy holatni tasdiqlovchi ma'lumotlar foydali bo'ladi. Bu har doim uyni saqlab qoladi degani emas. Lekin sud yoki ijro jarayonida holatning insoniy va ijtimoiy tomonini ko'rsatishga yordam beradi. 9-qadam, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Keyin to'ldiramiz, faqat ariza, faqat rozilik. Faqat bank uchun kerak degan gaplarga ishonmang. Bo'sh qog'ozga qo'yilgan imzo keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Har bir sahifani o'qing. Sanani, summani, foizni, garovni, kafilni, javobgarlik bandini tekshiring. Nusxasi olib qo'ying. Agar hujjat berishmasa, imzo qo'ymang. 10-qadam, uy joyini bolalar nomiga o'tkazishda ham ehtiyot bo'ling. Ba'zi qariyalar qarzlardan himoya bo'lsin deb uyni farzand nomiga o'tkazadi.
keyin farzand o'zi kredit olib uyini garovga qo'yadi yoki sotib yuboradi. Qariya esa o'z uyida mehmon bo'lib qoladi. Shuning uchun hadya, oldi sotdi, vasiyat, umrbod ta'minot kabi hujjatlarni farqini bilib oling. O'zingizni himoya qiladigan bandlar bo'lmasa, uy nomini o'tkazishga shoshilmang. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, qarz sababli qariyani uyidan chiqarish masalasi faqat qarz bor degan gap bilan hal bo'lmaydi. Hujjat, sud qarori, garov kafillik, mulk huquqi, ijro tartibi, qarz hisob kitobi va odamning ijtimoiy holati birgalikda ko'riladi. Lekin agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa yoki qariya kafil bo'lgan bo'lsa, xavf juda jiddiy. Shuning uchun har bir imzo oldidan o'ylash, har bir sud xatiga javob berish, har bir qarz hisobini tekshirish kerak. Men sizdan iltimos qilaman, ota-onangizga, buvingizga, bobongizga bu mavzuni tushuntiring. Ularni faqat imzo qo'yib bering degan gaplardan himoya qiling. Agar muammo allaqachon boshlangan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Hujjatlarni yig'ing, yozma murojaat qiling. Sudga boring, mutaxassis bilan maslahatlashing. Sizningcha qarz uchun qariyalarni uydan chiqarish masalasida qonun yanada qattiqroq himoya berish kerakmi yoki garovga imzo qo'yilgandan keyin javobgarlik ham bo'lishi shartmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning uyini, bir qariyaning tinchini va bir insonning haq huquqini saqlab qolishi mumkin.